H&M'dagi sumочкаlar qizlar, oyoq kiyimlar. Tak, sumkalarni sizlarga narxlari bilan ko'rsataman. $35 ekan bu sumочка. Buni hozir narxini ko'ramiz. $45 ekan qizlar. Mana bu sumka $45, mana bunisi $35 ekan. Tak, endi bunisini ko'ramiz. Bu $40 ekan. Lekin juda ham vibr ko'p ekan bu kelgan molimizda. Mana bunisini qaranglar. Detskisidamiz. Mana bunaqa koftalar qaranglar. $2 dan hozir 70% qaranglar. Mana bu ko'ynechi $3 ekan. 2 yoshlarni ko'ynechasi ekan. Bunaqa koftalarni $11 ga qo'yib qo'yibdi. Futbolka ekan. Qalin futbolka. Mana qaranglar $9 ekan. Mana bu koftochka ham $5 dan ekan. Mana bu Hello Kitty'niki. Tak, $20 ekan, sarafanchik. Unicorn kofta mana $9 ekan, 6-8 yoshgacha. Mana bu koftochka $8, $4 ekan mana bu koftochka. Tak, bu skidka emas, kimdir qo'yib ketgan menimcha. Buni ko'rsatdim. $5 ekan. Mana bu koftochka ham 9-10 yoshlarning koftochkasi $8 ekan. Mana bu qalin. Mana bunisini ko'ramiz hozir. Tak, bu ham $5 ekan. $20 mana. $11. Xullas shunaqa narxlar. $18 ekan. Mana bu rubashka $5 ekan. $7. Mana bu 3 taligi qaranglar qizlar. Tak, bu yerda yana nimalar bor ekan? Futbolkalarni ko'ramiz. $14. 2 tali futbolka. Bunisi 3 tali ekan. Kstati, mana buni tushib qolgan ekan. 3 taligi mana $14 ekan. Tak, bu ham bittali mana $8. $5 futbolka, $8 kofta. Hozir endi bu yoq tomonga boramiz. Ko'ynechalarni qaranglar, qizlarnikini, shirinligini $5 dan. Bu g'ilbonlarning rubashkasi. Qaranglar, shirinligini $25 ekan qizlar. Futbolkalar Simbaniki. Tak, $15 ekan mana shu 2 taligi. Mana bu $18. Bu ham shortigi bilan ekan. Bo'jichalar mana bebilarga. Winnie Pooh qaranglar. Shortili bo'jichasi $25 ekan. Kstati, bu 2 tali ekan. Bunaqasi, mana bunaqasi bor ekan. Sveta, mana bu shapkalar. Mana qaranglar shirinligini. $18 ekan mana bu. Shtan yeshkasi bilan ekan. Mana bu bo'jini orqasida uni korishma shtan yeshkasi bor ekan. Mana bu qaranglar, ko'ynechani $10 ekan qizlarga.